Buxoroy sharifimizning oqila, Endi Osiyo universitetida bir ilmga chanqoq, go'zal qizlari bor. Sizlarni mana shu yerda sog' salomat, sog'likda, omonlikda ko'rganimdan juda xursandman. Qancha ko'tarib yuribsan qizim? 2 soat. Tushundingizmi? 2 soatdan keyin qo'l nima bo'ladi? Xo'p, bu qo'lga oldik. Chap qo'l 2 soat ko'tarib bo'lmaydi. To'g'rimi yo'qmi? Xo'p, rahmat qizim. Onalarimiz-chi?